G'alla rizq ro'zimiz. Joriy yil dehqonlarimiz g'alladan mo'l hosil ko'tarishmoqda. Ob-havoning qulay kelishi, urug'lik don, yoqilg'i hamda mineral o'g'itlarning o'z vaqtida yetkazib berilishi, qolaversa sohaga ilmiy asosda yondashish orqali gektariga 100 sentnerdan ziyod hosil olinmoqda. Ayni kunlarda dala maydonlarida g'allani yig'ishtirib olish ishlari avj pallaga chiqqan. Sirdaryo viloyatida joriy yil 65 ming gektar maydonda mo'l g'alla hosili yetishtirildi. O'rilgan bug'doy peshma-pesh omborlarga joylanmoqda. Shuningdek, hosilni nes-nobud qilmasdan yig'ib terib olish uchun dala boshlariga ishchi guruhlari ham biriktirilgan. Bu yilgi g'alla hosilini o'rib yig'ib olish uchun 226 tadan ziyod g'alla o'rish kombaynlari jalb etilgan. Ayni kunda hududda 119 ta otryad tashkil etilgan bo'lib, o'rimning sur'ati ortmoqda. Sirdaryo tumanidagi fermer Shomurod Qo'ziboyevning dala maydonidamiz. Fermer lazer tekslashni qo'llash hisobiga g'alladan yuqori hosil olmoqda. Qayd etish kerakki, bu kabi yondashuv sirdaryolik dehqonlar orasida ommalashmoqda. 30 gektar yerimiz bor, Xudoga shukr. 15 gektari g'alla, 15 gektarimiz paxta. Mana endi g'allaning Xudoga shukr, mana hozir 90 sentnerdan ziyod hosil olyapmiz. Dorilarimizni oldindan olib qo'yib, vaqtida berganligimizning samarasi bo'lyapti. Undan tashqari mana yerni tekislab ekish, selkada ochiq dalaga ekish, ham urug' sarfi kamroq bo'lishini 180 kilocha eksang selka bilan qanaqa hosil berishini mana ko'ryapmiz. Xudoga shukr, yomon emas. O'zimiz ham o'tgan yili buni bir sinab ko'rganmiz. Ilmiy asosda emas, o'zimiz qilaveramiz, har doimgi qilganimiz-ku o'sha dedik. Qo'shnim tekislab, tomchilash qilib ekuvdi. 120 sentnergacha hosil oldi. O'shandan o'rganib bu yiliga mana biz faqat yerni tekislab ekkanligimiz mana 90 bo'ldi. Agar tomchilash qilsak, o'sha 120 sentnerga Xudo xolasa boryapti. Prezidentimizga mingdan ming rahmat. To'liq qilib tekislab, shuni bir 20 gektariga tomchilash qilishni harakatida biz. Oqoltin tumanida ham g'alla o'rim yig'im mavsumi uyushqoqlik asosida tashkil etilgan. Rahimbek ota fermer xo'jaligi dala maydonlarida yetishtirilgan g'alla hosilining avji yuqori. Mazkur fermer xo'jaligida 70 gektar maydonga mahalliy asr navi ekilgan bo'lib, bugungi kunda zamonaviy kombaynlar yordamida hosilni qisqa muddatlarda va sifatli yig'ib olishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Elita asr navini ekkamiz, o'zimiz mahalliy nav. Mineral o'g'itlarni o'z vaqtida berdik, agrotexnika ishlarini o'z vaqtida qildik. Mana natijasi yomon emas hozir. 80 sentnerga mo'ljallab turibmiz hozir. Xudo xolasa 80 sentner olamiz. Yerga qancha ishlov bersangiz shuncha hosildorlik oshadi. Yildan yilga mana hosildorligimiz oshyapti. Paxtani ham Shinjon usulida ekkanmiz. Xudo xolasa paxtamiz ham yomon emas. Paxtani ham 50-60 sentner chamalab turibmiz. G'alladan mana ko'rib turibsizlar, g'allamiz yomon emas. Elimiz, yurtimizda oldi yuzimiz yorug' bo'lib chiqamiz. Ma'lumki, Sayxunobod tumanida qishloq xo'jaligi tarmoqlariga yangicha yondashuv joriy etilgan. Xususan, g'alla yetishtirishda ham hudud dehqonlari peshqadamlik qilishmoqda. Tumanda 10 ming gektar maydonga g'alla ekilgan edi. Ayni kunda hosil yig'ishtirib olinmoqda. Sayxunobod tumanida 2026-yil g'alla hosili uchun hozirgi kunda 10 ming gektar maydonga g'alla ekib, agrotexnik tadbirlar o'z vaqtida bajarilib, g'alla to'liq yetib pishilib, hozirgi kunda o'rim jarayonlari davom etmoqda. G'alla o'rim mavsumi uchun 40 ta kombayn, 20 ta otryad shakllantirilgan, to'liq g'allalar o'rilib, don qabul qilish maskanlariga qabul qilinmoqda. Yalpi hosildorligimiz 110 ming rejalashtirilgan. Jamg'arishimiz 28642 tonna, tovar donimiz 26442 tonna. Urug'lik donimiz 2200 tonna, davlat resursi uchun 20 ming tonna, vaqtincha saqlash uchun 6442 tonna belgilab olingan. G'alla o'rimiga mana 5 kun bo'ldi boshlaganimizga, hozirgi kunda 7000 tonna g'allamizni o'rib, don qabul qilish maskanlariga qabul qilindi. O'rtacha 90 sentnerdan hosildorlik olinyapti. Bunga erishishimizning sababi muhtaram prezidentimizning mana qishloq xo'jaligiga berayotgan e'tiborlari, mana fermerlarga ilmiy asoslanib 2026-yillarda g'alladan, mana paxtadan yuqori hosil olinib, zamonaviy agrotexnikalar qo'llanilib, fermerlarimiz bundan minnatdor, juda xursand. Ko'zlangan hosildan ham yuqori hosillar olinmoqda. Tumanimizda ekilayotgan g'allalar, g'alladan bo'shagan maydonlarda lazerni tekislash bilan yerlarni tekislab, g'alla, choli, shunaqa ekinlar ekilyapti. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad suvni tejash. 30-40% ga
shunda suv tejalyapti. Mana g'alla ekilishdan oldin 100% g'alla ekiladigan maydonlarimiz lazerni tekislash bilan tekislanib, keyin g'alla ekilmoqda. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad g'allalarimiz bir tekisda bo'lishi, ko'chatni 100% to'liq unib chiqishiga sabab bo'ladi. Ham suvni 30-40% ga tejalmoqda. Shuning natijasida hosildorlik 15-20 sentrga oshirilmoqda. Mana shunday sharoitlardan fermerlarimiz ham juda minnatdor. G'alla mamlakat oziq-ovqat strategiyasida eng muhim ekin hisoblanadi. Keyingi yillarda qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar bois boshoqli don ekinlari hosildorligining ortganini ko'rishimiz mumkin. Bu yil ham ko'zlangan marra sari dadil qadamlar tashlanmoqda. Boisi joriy yilgi hosilning barakasi o'zgacha. Buni hududlardagi don qabul qilish maskanlaridagi xirmonlarda ham ko'rishimiz mumkin. Sirdaryo viloyatida 6 ta don qabul qilish maskanlarida hosil qabul qilinmoqda. Hosil dastlab laboratoriyalarda tahlildan o'tkaziladi. Shu bilan birga toza va sifatli don mahsulotlari urug'lik uchun jamg'arilmoqda. Bugungi kunda mana prezidentimiz qaroriga asosan qishloq xo'jaligini ham raqamlashtirish ishlari olib borilmoqda. Shuning uchun demak fermer xo'jaliklari olib kelingan g'alla mahsulotlarimiz raqamli texnologiyalar yordamida, axborot texnologiya yordamida qabul qilinadi. Bunda demak inson omili ishtirok etmaydi. Fermer xo'jaliklari olib kelgan g'alla onlayn qabul qilinadi va hisobotlar yuritiladi. Bugungi kunda demak bir kunda bizda 4 ta shoxobchamiz va bosh korxonamiz 4,5 ming tonna bug'doy qabul qilmoqda. Demak, bir kunlik o'rim miqdorimiz hozirgi kunda 14,5 ming g'aramladik. G'aramlashimiz endi o'sha o'zimizda texnik texnologiyalarimiz bor, texnologiyalarimiz bor. O'sha texnikalarimiz yordamida demak birlamchi quritish ishlarini, tozalash ishlarini amalga oshirib, mana shu yerga demak g'aramlab ishlarni amalga oshiramiz. Joriy yil fermer va dehqonlarimiz uchun ob-havo qulay keldi. Dala maydonlarida mo'l hosil ko'tarilib, xirmonlar donga to'ldi. Bu esa xalqimizning turmush farovonligi uchun muhim omildir. Haqiqatan ham bugun qishloq xo'jaligi sohasiga tatbiq etilayotgan innovatsion yangiliklar, dehqonchilikdagi ilmiy yondashuv, yerning har bir qarich maydondan unumli foydalanish hamda yuqori hosil olish garovidir. Bu esa mo'l hosil va qo'shimcha daromad demakdir.